Xabarsiz o'tgan kunlarim. Abduri Mihriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozli kitob salonida ovozga ilinib, ovozli kitob salonida tarqitildi. Boshqa qanday turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqitishiga yo'l qo'yilmaydi. Qism. Fan Achamga Şinjanga bir berib kelish to'g'riliq maslahat selib beqish qaroriga kelib turishimga u meni ishxonasiga chaqirib qoldi. Guli, sana deydigan bir maslahat bor edi, dedi Fan Acham temkin holda. Xeyli kunlar bo'ldi, Jangakam bilan maslahatlashib ko'rdik. Bu yerdagi ishlarimiz yaxshi ketib boradi. Ammo seni bundaqla ishiltib yursak, sana o'zimni yuz kelmaydigandek his qilib qoldim. Chunki seni tarbiyalab, o'z oldinga savdo qiladigan saviyaga elib kelaman degan va'dam bor. Mana hozir sen xeyli yetishib chiqding. Ammo biz uchun xizmat qilyapsan. Biz senga yo maoshing mayadim mayagicha deb baxmidik. Sen ya bu to'g'riliq ig'iz ochmading. Faqatli men bergan ozg'ini turmush bulug'ini qanoat qilib kelyapsan. Shunga Jangakam bilan maslahatlashib, senga do'kon ayirib berish qaroriga keldik. Shuna qilsaqla, ondan o'zingning amgikingning mevasini o'zing yeyalaysan. O'zingning o'z oldinga egilik tiklash orzuying bor edi. Demak, hozir fursat pishib yetildi. Endi o'z oldinga tijorat qilgin. Mablag'ni biz selib beramiz. Salgan mablag'imiz sening necha yildan yoq ishlagan ish haqqing. Buni bizga qaytarman demagin. Xohlasang, mushu yerda do'kon ijaraga olgin. Navoda yo'qman Shinjongga qaytib, shu yerda tijorat qilay desang, uningga mayli. Kichik qovuqdagi do'konni o'tkazib olsak, shu yerda tijoratni boshlasang bo'ladi. Sen yanala kiyimni loyihalaysan. Biz bu yerdan sana mol yetkazib beramiz. U yerdagi do'konga ijaraga berginmi demaymiz. Ishlaring iziga tushib, pul topgan chig'ingda bizni unutib qolmasanglar bo'ldi. Qanday dedim? Fan Achamning kimligini tepib olganidan to'liq xushal bo'ldim. Ham sizga ham Jangakamga qanday rahmat aytishni bilolmayapman. Mendek qora yetimning beshini silab, mushunchalik kunga erishtirguninglarim aytib tugatkisiz cho'ng ish edi. Mana endi do'kon ayirib beraman deysizlar. Bu yaxshiliklarni qandoqmi qaytaraman? Dedim hayajon bilan. Bo'ldi. Bundaq takalluf so'zlarni og'zimdan baxchi qonlab ketdim. Bundaq desang, bizni yod ko'rgan bo'lasan. Neri berisin demay, degina qanday xiyoling bor bu ish qilsanglar. Acha, rost gapni qilsam meni Shinjongga qaytib, shu yerda tijorat qilg'im bor. Nemishqa desangiz, yurtimdan ayrilg'ili 7 yil bo'lay dedi. Bu jarayonda buvam mo'mamlarga yuz kelolmaydigan bir ishni qilmadim. Ammo ularni baxtli tashlab qo'ydim. Shinjongda bo'lsam, har bir hayit bayramda ularning beshiga berib kelalaydim. Shunga mening qarorim Shinjongga qaytish. Kichik qovuqdagi do'kondan ijara olmayman deysiz. Ammo mening hammani o'z kuchimga to'yinib qilg'im bor. Shunga ijarasini bekitib bersangiz, men shu bo'yicha vaqtida topshirishga tirishaman. Mo'mam oson kelgan baxt oson qo'ldan ketadi deydigan. Shunga menda ozroq besim bo'lishi, shu besimning turtkisida texmi tirishib ishlashim mumkin. Bu fikrimga qo'shilgan bo'lsangiz acha. Bovam mo'mamni yo'qlab turman deb Eliyarni ko'rish uchun ketyapmag'in yana singlim. Bundaq desam, ko'nglingga kelmasin. Seni obdan tushunaman. Sen Eliyar uchun zo'r qurbonlik berding. Bu bir qancha yil jarayonida uni 1 minutmi unutmaganligimni bilaman. Ammo uning ham oilasi bor. Shunga uning bilan uchrashmag'in. Umu o'z turmushi bilan yurayversin. Senmi kasbga berilgan kasbchan ayol bo'laman deb joylik qilmay, turmush ishingni o'ylashing kerak. Odam degan kasb bilan turmushda tang muvaffaqiyat qozongandilar, ondan bir mukammal butunlikka erishgan bo'ladi. Shunga amdi qalb darvozangga silib olgan yo'g'on qulupni purstikasi ichib sinab baqsang bo'ladi. Bu mening ochilik suhbatim bilan qilgan eng oxirgi sendan o'tinishim singlim. Necha yildan beri seni kasbdan natija qozonib olsin debla bu ishlarni yana so'rab tartib chiqib yuzingga solmadim. Deganingdek qildim. Senmi deganingdek qilding. Mushu yerlaring menga baxtli o'xshaydi desa. Ammo ko'nglim hammani tuyib turdi. Eliyarni unutib olmadim. Lekin reallikqa yuzlanishing kerak. Sen o'zingni jazolamag'in. Sening baxtli turmushingni ko'rib, o'lib kelsam hech armonim yo'q. Voy acha, og'zingizni eshitmang-a, nima o'limdan gap echib yuruysiz? Xotirjam bo'ling, navringizni baxmay turib hech yerga ketolmaysiz. Ha, ma gaping bo'ladi. Gaping rosa.
Әмсә, болғыз күйоğlum bilan nəvrəm üçün özəmə uzun ömür tilab yaşayman. Әврі көргедек ömür bərgəy manga. Әврі əməz, köküyün nəvrimi görürsüz dexi. Sen bilan bundaq echilib paranglaşmagılı uzun bopdikan, akang bolğan bolsa ikkimizni mazaq qilib, jumurg'a ketib uchaylarimizni uzib yetadi. Shuni danga, akam bak yaxshi odamjimi, sizning ardan bak ta'lingiz borkanjimi, acha. Sening shundaq ta'ling keladi singlim, buningga ishongin. Oldi bilan Shinjonga berib tijorat ishlarini izg'i solg'in, qolgan ishlarni o'z yo'liga qo'yib bersang, hammish yaxshi bo'lib ketadi. Ras, do'konning ijorasini akang bilan maslahatlashib, ondan bir gap bo'lsin. Bo'pti, senimi bu ishda tanglikni qo'ymay. Rahmat acha, amsi men qachonlarda yo'lga chiqsam bo'la? Qancha tez bo'lsa shuncha yaxshi. Sen loyihalgan ham o'z markandiga kiyim bilan do'konni yetishdak yaxshi ish yo'q singlim. Ammo bir taklifim bo'lsa, 3 kungacha yo'lga chiqqin. Do'konni o'tkazib elibla bezakchilik o'rinlariga berib, yaxshi loyihalatib qaytadan bezatgin. Hozir kishilarning turmush saviyasi kundan-kunga o'sib yotadi. Muhit yaxshi, ozoda tus beradigan do'konlarning xaridorimi ko'p. Do'konning muhiti kiyimlarning sifatiga zo'r ta'sir ko'rsatadi. Shunga do'konni chiroyli bezab, ondan mollarni solsang, po atmadim, cho'qim tijoratning boshqa do'konlardan yaxshi bo'ladi. Shundaqla go'zal markasidagi kiyimlar hozir Shinjonning har qaysi shaharlaridan o'rin olib bo'ldi. Ammo yana bir ishga ahamiyat bergin. U bo'lsimi e'lon. Sen radio televiziya vositalari orqali biror model qizni taklif qilib, yaxshi e'londan birini ishlatib, tashviqot ishlariga misol qaramag'in. Bu ishlarga ketgan pulingga hargiz iching og'rimasin. Sen necha 100 yuan xajlasang, ular sana necha 10 ming yuan pul tepib beradi. Shunga mollarning sifatiga kapolatlik qilish bilan do'konning sifati, tashviqotmi bak muhim. Pah, acha, sizning kallingizga bakli qoyiljimu men. Kiyim loyihalashdimi siz o'qimagan bilan xuddi uzun yillik loyihalaguvchidek menga nurg'un taklif fikrlarni berib, oz bo'lmagan bilimlarni o'rgatdingiz. Ammo bu ishga kelgandimi, men o'ylamagan nuqtalarni o'ylab yetibsiz. Kallingizni elektronlik kalla desam bo'ladi-jimu acha. Achangning kallasi shu qanday qilsam jiqroq pul toparman deganni o'ylabla yuradi. Uxlasammi tushimda pul tepishni tushayman men. İşxana içini kulki ovozi bir oldi. Uzun bo'ptikan, bugungidek kulib boqmag'ili. Odam deganning yanada o'z yurtiga bo'lgan muhabbati hamma narsadan ustun turadi ekan. Fang acham Shinjonga boradigan aeroplan biletidan birini zakaz qildirib, meni tayyorlik qilishimni aytib, tikish sexiga berib, kiyimlarning tikish ahvolini kuzatib kelish uchun chiqib ketdi. Shundaq bir qalblar borki, sukutlarini sur bosgan, sabrlarini gul bosgan. Xatiramdan. Fang achamning oldin o'rinlashtirishi bilan Urumchiga sog' salomat kelib, do'konni 3 kunga qolmay o'tkazib elib, uni bezash uchun Xualin qurilish materiallari bozoriga berib, bir necha odamlar bilan deyishib, bir haftagacha bezab chiqarib berishni to'xtanishibmi bo'ldim. Andan kichik qo'vuqqa yaqin yerdan bir yotoqliq, ammo ozod bino uydan birini ijara elib, yo'qni to'liqlab, xeyli saranjallashtirib oldim. Aslida Fang acham ularning uyda turish taklifini bergan edi. Lekin u uyda boshqalar ijaraga turayotgan bo'lg'achqa, ularni uyni bekolatib yurishning o'rniga o'zimni boshqa uyni ijaraga elish fikrimda ching turib olgan edim. Urumchining 7 yildan buyon o'zgarishlarimi intayin zo'r bo'lib, burunqi qistan ko'chalar cheqilib, kengaytilib, egiz bas, radsiz selingan uylarning o'rniga egiz binolar selinib, shahar muhitimi yaxshilanib, ichkari o'lkalardagi shaharlarga yetishib olayli deb qolgan edi. Kichik qo'vuqdagi to'p tarqitish ko'chasining ikki tarafiga egiz qavatlik savdo binolari selinib, burunqidan natchasi jalanib ketgan edi. Kashlik bozorlarimi xuddi ichkaridagi kashlik bozorlardek odamlar mig'mig' bo'lib, xaridor chaqirayotgan do'kondorlarning ovozi bilan semiz paqlon go'shida qilingan kabobning mezilik burqi xeyli yerlargacha tarqalib, burunlarni g'idiqlab, qadamlar to'xtashga majbur bo'ladi. Kiyim-kechakning savdosimi intayin yaxshi bo'lib, jon beqish uchun bu yerda 3 yuan maydon haqqi to'labla yoymisini yeyib, savdo qiladigan ushaq tijoratchilar nurg'un bo'lib, kiyimlarining bahosimi qimmat emas edi. Men do'konni bezab bo'lg'uchi bo'lgan aralıqda bekor yurishni xohlamay, qizlarning girim buyumlarini to'p bahoda elib, ozroq foydasiga setibmi, bir kunlik qo'saqni astarligidek savdo qilib yurdim.
Gerçi yanımda fan açamlar bergen neçe 10 ming yuan pul bulsumu, ama öz küçümge tayinip iş qilish irodamning kuchligidan mushundaq fursatlarni ketkizgim kelmaydi. Şuna gündüzü soda sanoat o'rinlariga berib, tijorat kenishkisi bejirishdek ishlarni qilsam, kechlik bozorda yaymamni yeyib, soda qilg'ach, kishilarning uchisidagi kiyim-kechaklarning posoniga, qaysi xil posondagi kiyim jiqroq kiyilayotganlariga qarab, ko'nglimda loyiha tuzatdim. Ham uyga qaytgan hamon o'ylaganlarimni sizib chiqatdim. Men Urumchiga qaytish chig'imda Jan akam bir xotira kompyuter bilan yan fondum birni sen bulardan ayrilsang bo'lmaydi deb turib bergan edi. Uyni ijaraga olgan kunimning atisi kang balbog'liq torni tushirish uchun pulni to'lab qo'ygan edim. Telefonimga nomer kartasidan birini bejirib, fan achamlar bilan bemalol aloqalashib turdim. Dükkanımı to'xtam bo'yicha vaqtida putib, barliq rasmiyatlar tal-to'kis bo'lgandan keyin fan achamning yangilik mollarini yetkazib berishi bilan sodamni o'ngishli boshlab oldim. Dükkanga solgan mollarim texi bozorga selinmagan yangi posondagi mollar bo'lg'achqa, ularning oyoqi uzilmaydi. Biz xonim-qizlarning kiyim-kechak va go'zallik qarashimiz kundan kunga o'sayotqachqimi, yangilik mollarning bozori haqiqatan yaxshi edi. Fan acham to'g'ri debdikan. Dükkanning güzel markasining haqiqiy go'zalligini namoyon qiladigan ozoda ham ko'rkam loyihasi bilan mollarimning sifati ham posoni kichik qovuq top setish bozorining kirsangiz har xil tomoq va tarpuroqlar bir olgan burunqi tinjiq shu muhitiga alayda xotima bergan bo'lib, havo tangshigish bilan xushbaroq gulning puruqi dukkanimga kirgan mol ilish xiyoli yo'q xaridornimi bir necha quri kiyim setib olg'izatdi. Demak, hozir kishilarning sifat bilan muhitga bo'lgan ko'z qarashlari o'zgargan edi. Bir oyga yaqin oralikda dukkanimning sodasi o'ylaganimdan yaxshi bo'lib, nurg'unlagan doimliq mal zakas oladigan xaridorlarimning oyoqi uzilmaydigan bo'ldi. Sodamning yaxshilanishi bilan o'zim yetishib bo'lolmay, bir qizni o'zimga yordamchi qilib qabul qildim. O qizni qabul qilgandagi hissiyotim shuncha murakkab bo'lib, xushallik bilan azobli tuyg'ular giralashib ketgan edi. Ayni yildagi o'zimning Iliyar bilan xizmat istab, bu yerda necha kun yurgan. Ham fan achamning meni xizmatga qabul qilgandagi ashu manzaralar ko'z oldimda xuddi kino lempisidek namoyon bo'lib, Iliyarga bo'lgan sig'inishimni kuchaytirayotgan edi. Uni yiroqdan bo'lsa-mu ko'rib olish istiki, meni qo'limdagi hamma ishni tashlab qo'yibla yo'lga chiqishga undaydi. Ammo fan achamning oldi bilan Iliyarga degan va'dani amalga oshir degan so'zlari har qitim bu xiyollarimdan g'olib keladi. Shunga o'zimni zo'rig'i besib, kunduzi do'konda aldirash yursam, ishdan tushgandan keyin kompyuterning oldida kiyim loyihalash bilan mashg'ul bo'lib, bu xil hissiyotimning quturishiga fursat bermaslikka tirishatdim. Ammo ba'zida shu xil hissiyotning quliga aylanib, kiyim sizayotgan qalamlarim qog'oz yuzida qalb nidolarimni jijilab chiqatdi. Men ismingni yodlagan kecha. Zodi qilding kimga tabassum? Hasratlik yurakning titrishi go'ya, chin qiyos faslida qizg'an bir qum. Men ismingni yodlagan kecha. Kimlar uchun chekding pig'on? Xiyolingda so'yding kimlarni? Kimlar uchun yeshing sirg'ig'on? Men ismingni yodlagan kecha. Kimga jilva qilding erkilab? Seg'inmamsan yoki yor meni? Tushimgimi kirmading ajab. Ko'ngil kimni so'ysa ko'z oldida shu kishi namoyon bo'ladi degandek, Iliyarning nur yig'ib turadigan chiroyi ko'z oldimga kelib elib, meni hijronning cho'l jaziralarida azobli qiynaydi. Gerçi onunga baxt tilab turg'anim bilan qalbimdagi kundashlik tuyg'ularini yo'shirishga amalsiz edim. Qaysi bir kitobdan muhabbat degan to'limi shaxsiyatchi keladi deb o'qiganim esimda. Demak, muhabbatda majburlash bilan yolg'onchilik bo'lmaydi ekan. Shundaqla uni boshqalarga sadiq o'rnida berib etish bilan hammani unutib ketaman deyishmi ahmoqlik ekan. Yuragim hijrondan puchlansa-mu,
Onunğa bolğan sıyğınışım kündün küngə ulğaysımı, cahillik bilan özümni kəsibə atap, bu xiyallardan özümni məcburi tartıb, bütünlay öz küçümgə tayinib iş qıla alaydigan səviyyəyə yetkəndə andın yurtumğa berishni qarar qıldım. Hayat bizning muhabbatlik xazinamizni to'ldiradi. Xotiramdan. Aradan 1 yil o'tdi. Tabiat qish bo'yi hadiya qilgan jut sovuq bilan tomuz yoz hadiya qilgan issiqning ta'mini yana bir qitim tetib o'tdi. Kunlar tirikchilikning haydakchiligi va orzu-armonlarning quturtishi bilan 1 yilning qandoqsiga buncha tez o'tib ketganligini hech kim tuymayli qoldi. Keçidən yaqqan yağmur kainatga barliq maynatchilikni pokisiz yuyib, ana zamonga dafn qilib atgandek, hamma yer pak-pokiza. Havo shuncha sap bo'lib, kishiga orom baxsh tuyg'u beradi. Bugun kungi dushanba bo'lg'ach, do'konga berishga oldirabmi ketmadim. Ishqa mangdiganlar hammasi o'z yo'llariga ravon bo'lg'achqimi, bino pallampaylari xeyli jimib qolgan edi. Qo'ru ichidagi gulliklarda qushqochlar tinmay vichirlashadi. Qayoqlardan uchib kelgan rangdor kepinaklar yomg'ir tomchilarida ho'l bo'lib ketgan eg'ir qanotlarini tasdid lipildatganicha uchib yuradi. Yomg'ir tomchilari qo'nib o'ltirgan har xil gul barglari parqirab chiqqan quyosh nurida ko'zni qamashtiradi. Dushanba bo'lg'ach qurudagi bolalar maktabga ketgachga, ularning qiyqa cho'qqanlari bir-birini qo'g'lashgandagi hayajonli varqirashlari bo'lmag'achqa, qushlar uchar qanotlar erkin holda attiganlik nag'masini boshlab atgan edi. Men uydan asta qo'rg'u chiqdim. Gerçi bu qo'ruda turayotganimga 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, ammo savdo setiqning aldirashchiligida o'z yenimda bundaq chiroyli, go'zal manzaraning borligiga diqqat qilmagan ekanman. Attiganlik g'urg'ur shamol uyqudan toza uyg'onib bo'lolmagan nervlarimni sagitib, o'zimni yeniklab qolgandek his qildim. Qo'runing o'ttirisiga joylashgan bu gullikdagi har xil gullardan kelayotgan dimoqni yarg'idak meziliq puroq bilan nam to'pining nam xushididan qong'udek nafas elib huzurlandim. Gullikni cho'radab qo'yilgan o'rindiqqa kelib o'ltirib, qushlarning nag'masiga quloq solg'ach, har tarafga uchib yurgan kepinaklarga qarab, yil bo'yi yomg'ir yog'maydigan to'piliq mahallamni ixtiyorsiz aslab qoldim. Momamning ho'ylimizdagi kichikkina yerga terib oladigan seriq sapdal, mirsigul, qizil, seriq, hol rangli tog' guli va oqshimar gul, toj gullar ho'ppida ichilganda har xil kepinaklar qayoqlardan uchib kelib, ho'ylimiz to'limi jallanib ketadi. Men gul barglarida uchib yurgan hasal haralarining g'ung'ildashlarida allaylanib, supida yetib uxlab qolatdim. Shu chaqlar nima degan g'amsiz chaqlar edi, dedim o'zimga pichirlab. Dal shu chaqda kaynimdan tonish ovozning meni chaqirganini anglab, kaynimga burilib, oldirab kelayotgan fang ochamni ko'rib, oldirab o'rnimdan turib, uning oldiga shugurib bordim. Qadrli tinglovchilar, Mehriyaning Arsiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 10-qismi bugun mushu yerda tamom. Go'zalay yurtiga qaytib, Eliyar bilan ko'rishamo. Asarning davomiga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ovozli kitob salonimizning bundan keyingi mazmunlarida bo'lsin.